PUBG'ga eng maza ish mana shu RP'ni ochish o'zi kerak-da. Buni qaranglar. Shuncha narsa beradi-da. PUBG'ga eng yaxshi ish mana shu bo'lsa kerak. Mana shu boshladik bo'lmasa. Birdan 50 gacha ochdik. Xo'p, 56 bo'ldi RP'miz ham. Ketdi, buni qaranglar mana. Shuncha padarka qaydan beradi yana? Hech qayoqdan bermaydi bunaqasini. Ana. Osh хорошо. Ana endi bu yog'iga qolganini ochamiz. Mana yuzigacha ham ochib qo'yamiz, qarab turinglar. Bo'ldi. Buni ketdi, qaranglar, boshlandi yana. Mana. Shuncha narsa qaydan berishi mumkin yana. Ketdi. Ana dravashka skin yo'q edi kaklar. Bu yoqda mana RP kuchaytirgich bor ekan. Ikkitasi bizda 4 ta 5 ta bo'ldi umumiy jami. Ketdik, buni ham ko'tarib qo'ysak bo'laveradi. Bitta mana bu yoqdan qiyin messalar o'tkazib olish kerak-da, buni o'rtoqlar qiyinlarini. Oson o'zi o'tib ketaveradi. Mana shu ikkalasini o'tkazib olamiz. Mayli. Qolgani bajarilib ketar. Bo'ldi, всё. O yana 60 RP berdi. Ana endi yana bu yog'ini olib qo'yamiz. Yana 40 UC berdi ana. Ha, shunaqa mana RP ga kuchaytirib qo'ydik akkauntni o'rtoqlar. Bu yog'iga nima balo deyapti? Katta RP'ni olishni so'rayapti. Yo'q, bizga kattasi emas, kichkinasi ham bo'laveradi.